Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom hajjul masakin kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Mana bir necha juma avval va'da qilganimiz, bugundan boshlab Alloh qodir qilganicha 1 yil yetadimi, 1,5 yil yetadimi, islomda farzandlar tarbiyasi deb nomlanadigan katta silsila darsimizni boshlaymiz. Albatta bu davomiy ish, mashaqqatli ish, uzoq muddat, uzoq mehnatni talab qiladigan ish. Shoshilmaymiz. Bu darslar shunday darslarki, ko'pchiligimiz, deyarli hammamiz qilayotgan xatoni muolaja qiladigan, isloh qiladigan darslar. Farzandlar tarbiyasi haqidagi dars. Bugungi darsimiz islomda farzandlarning tarbiyasi qanchalik ahamiyatli, qanchalik muhim ish ekanligi haqida bo'ladi. Toki nimani eshityapmiz, nimani o'rganyapmiz, qadriga yetaylik. Namoz haqida deyarli birodarlar hammamiz ko'p narsani bilamiz. Farzi nechta, vojibi nechta, sunnati nechta. Tahoratda 4 ta farz bor degan jumlani har qabristonga borganda eshitamiz. G'usulga taalluqli bo'lgan ahkomlardan xabarimiz bor. Roza, zakot, haj shular qatorida. Ammo islomda farzand tarbiyasi deyilganda mana shu ilmdan qancha xabarimiz bor? Bismillahirrohmanirrohim. Hayotimizda ko'p farz, vojib amallarni ado qilamiz. Namoz, roza, zakot, haj, sadaqa, ota-onaga yaxshilik qilishlik. Va mana shu farzlar biz o'lishimiz bilan to'xtaydi. Bu amallar bizga savob bermaydi. O'ldik, o'chdik. Ammo mana shu farzlarning ichida bir muhim farz borki, farzandlar tarbiyasi degan farz. Qarang, farz qanaqa edi? Farz qanaqa amal edi? Shariat jazm ila shubhasiz va qat'iy dalil bilan talab qilgan ish. Nima degani bu? Qilasan deb shariat majbur aytgan, majbur qilasan va majbur qilasan degan so'zini dalili qat'iy, Qur'onning oyati bilan. Farzand tarbiyasi ham birodarlar farz bo'lgan amal. Bilamizmi shu farzni? Namoz o'qimasangiz gunoh tayin. Roza tutmasangiz gunoh tayin, jazosi ham tayin. Ammo farzi ayin bo'lgan farzandlar tarbiyasini qilmasangiz, bu farzni bajarmaganligi uchun jazo qanaqa ekanligini bilasizmi? Ammo bitta farz bor, farzandlar tarbiyasi degan farz bo'lgan, vojib bo'lgan amal. Bu farzni ado qilsak, birodarlar, o'lganimizdan keyin ham savob amallarimiz to'xtamaydi. Tanalarimiz omonat bo'lgan bu jasadlarimiz ruhimizdan ajrab, haqiqiy dunyoga ruhimiz o'tib ketganidan keyin ham bizning vujudimiz tirik turadi. Farzandlarni hayotida, bolalarimizning hayoti bilan bizning hayotimiz ham davom etadi. O'ldi, o'chdi bo'lmaydi. Musulmonlarning hayotidagi eng muhim va eng xatarli ish farzandlar tarbiyasi. Ayrim so'zlarni 2 marta, ehtimol 3 marta takrorlashga to'g'ri kelar. Musulmon odamning hayotidagi eng muhim, eng zarur, eng oliy ish farzand tarbiyasi. Agar bu farzandlar tarbiyasini muhmal tashlab qo'ysak, e'tibor qilmasak, oqibat juda bir xunuk bo'ladi. Musulmon odam hozirgi kunda o'ng tomonga qaraydi, chap tomonga qaraydi. Uni dinini, uni axloqini buzishlikka sarf qilinayotgan kuchlar, diniga dushman bo'lib turgan toifalarning ko'pligidan o'zini zaif his qiladi. Qo'lidan hech narsa kelmaydiganga o'xshab ko'rinadi. Ammo qo'lida bitta narsa bor. Bu shunday narsaki, bu
Agar shuni uddasidan o'ta olsa, bu kuchlarda hammasiga qarshi tura oladi. Bu farzand tarbiyasi. Agar odam o'ldi, o'chdi, bo'lib ketishni xohlamasa, farzandini tarbiya qilsin. Endi kimdir aytishi mumkin. Bu to'g'ri, shu yaxshi narsa qilish kerak, ammo to'siq juda ham ko'p. Muhit chatoq, atrof muhit aynigan, odamlar dindan uzoq bo'lib ketgan, tushunchalarni g'arbdan, sharqdan olib, boring, o'g'lingizga nasihat qiling deydi, biror gapirsangiz. Tushunchani qayerdan oldi shuni? Qayerdan oldi shu tushunchani? Boring, bolangizga nasihat qiling deydi. Spokojniy turadi, yana uverenniy turadi hali bola. Bolangizga nasihat qiling, boring deydi. Sizlar davringlarda shunaqamidi? Otalar, unaqa emas edi. Nimaga? Tushunchalarni har yoqda olmas edik. Ota-onalarimizdan olar edik, opa-odalar, katta bo'larimizdan olar edik. Kattalar gap qaytarib bo'lmaydi, yomon bo'ladi. Shu tushuncha bilan qarang, dinni zo'r bilmasa ham yomon bo'ladigan gap bilan zo'r narsalarni o'rgatgan. Hozirgilarchi? Qiyin zamon. Lekin nima qilamiz? Shu davrga to'g'ri keldi hayotimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ya'ti alan-nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal-qabidi ala jamr." Rasululloh aytadilar: insonlar ustiga shunday zamonlar keladiki, ularning orasidagi o'z dinida sobir bo'lgan kishining misoli xuddi cho'g'ni ushlab turgan odamga o'xshaydi. Shunday zamonlar keladi, kelajakda musulmon odam sunnatga amal qilsa, dinini ushlab, mahkam yashayman desa, dinini mahkam ushlagan holda bu odam cho'g' ushlab turgan odamga o'xshaydi. Siz diningizda turib, miyasi aynigan odam bo'lib qolasiz. Miyasi ayniganlar esa sog'lom aql egalari bo'lib qoladi. Insonlarning boshiga shunday zamonlar keladi, dinini mahkam ushlagan kishi xuddi cho'g'ni ushlab turgan kishidek bo'lib qoladi. Qizingizga ayting, sal orqa voratini yopib yursin desa, sen ishing bo'lmasin deydi. Yoshda endi o'ynasin deydi. Kechasi visir-visir harqada yursa, sizga nima uxlang deydi. Uxlang, ishingiz nima sizin? Qarang, munkarni ko'rib turib o'zgartiray desangiz, siz aqli joyida emas degan odamga bo'lib qaralasiz. Shunday zamonlarda yashamayapmizmi? Akasi kasal, singlisi kasal, unga pul sarflamaydi, ammo qator mashinaga nima qiladi? Shu g'arbdan kelayotgan o'lchovlarda qabul qilmasdan bu noto'g'ri desangiz, sen jinni ekansan, sen orqada qolib ketgan qoloq odam ekansan deydi. Inson o'zini qachon baxtli, saodatli hisoblaydi? Qachoniki farzandingiz siz xohlagandek inson bo'lib yetishsa. O'g'lingizdir, qizingizdir, siz xohlagandek inson bo'lib yetishdi. Ko'zingizni quvonchiga aylandi. Mana shu odam haqiqiy baxtli inson bo'ladi. Ammo agar otalarini dilini og'ritib, ko'chadagi qing'ir-qing'ir lupatlarni do'st tutib, shularda o'ziga kumir qilib, ota-onaga baqirayotgan bo'lsa, ota-ona undan norozi bo'layotgan bo'lsa, bu bolalar oq bo'ladi. Oq bo'lgan bola hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Yaxshilab bilib olinglar ukalar. Sizlar ko'rayotgan kinolarda ota-onasi kelsa, ota-onasini shunday g'ash oladi, malol oladi, deydi. Otam keldi, onam keldi, yugurib borishlariga g'ash keladi. Shu tushunchalarni olib qolmanglar. Chunki sizlarning vujudlarda sababi mana shu otanglar. Sizlarning oq bo'lishinglar yoki dunyoda bir saodatli bo'lishinglar ularning roziligi orqali bo'ladi. Ota-onasi bilan yashashlik ayb ularda. Bilasizlar? 30 ga kirib otang bilan yashayapsanmi deydi. O'nqiring. Qanday yashay? Tashab ketaymi senlarga o'xshab? Yo'q, bularda shunandaqa. Albatta inson farzandi u xohlagandek inson bo'lib yetishi bu oson ish emas. Qiyin ish. Ammo musulmon odam hayotida o'zini farzandini tarbiya qilishdan ko'ra muhimroq ish yo'q u uchun. Va ishonaveringlar, imoratingizdan muhim, ko'chadagi odamlar orasidagi hurmatingizdan muhim, karyerangizdan muhim, biznesingizdan muhim agar aqlingiz yetsa. Va bu ish shunaqa ishki, juda bir uzoq vaqt talab qiladi. 5 kun, 6 kunda ikkita masalani eshitib qo'ysangiz bo'ldi, yaxshi bo'lib qoldi demang. Bitta nok necha yilda meva beradi, amakilar?
Ana 14 yil, 15 yil. Bitta noxta mevasini yeyish uchun 14 yil parvarish qilish kerak bo'lsa, bitta farzandni bir mevasini, yaxshi inson degan mevasini ko'rishlik uchun qancha mehnat qilish kerak? Biz-chi yana ham tashab qo'yapmiz, bolalar katta bo'lib qolishyapti. Qara, katta bo'lib qopti, maktablarga boradigan bo'lib qopti. Alloh, bolasi 7 ga kirguncha bilmabdi katta bo'layotganini. Demak, ishi ham bo'lmagan. Qarang, umrni bu nima xulosa oladi desangiz, umr o'tayotganini qara deb qo'yadi. Olgan xulosasi shu. Qara, o'g'lim bitiribdi maktabni, on qara. Yomon o'tibdi umr. Sen nima yeb yuruvding? Bolang maktabni bitiradigan maqomga yetguncha. Faqat qonini boqishlik deb o'ylab yuruvding. Endi bu bolani yo'qotding sen. Bu bolani sen yo'qotding. Chunki kichkinaligidan rioya qilganingda, tashab qo'ymaganingda, tijoratingni deb turib, safaringni deb turib yurib, bolang uxlayotganda ketib, uxlayotganda kelmaganingda, hayotingni bir shirin vaqtini ajratgan paytingda, farzandingga haqiqiy do'st, maslahatgo'y, ulfat bo'lganingda, sen aytgandaqa bola bo'lar edi. Farzandlar kishining davomi, uning qalbining mevasi, vujudining davomchilari. Fahmda, kamolda, jamiyatdagi tutgan o'rnida, tijoratida, ilm darajasida katta yutuqqa, katta bir natijaga erishgan odamlar bor. Boy badavlat, olim, akademik yoki qandaydir mansabi katta, ammo bu odamlar farzandlarini yo'qotib qo'yganligi sababli, farzandlari bu otalari xohlagandek inson bo'lmaganligi sababli baxtsizlikni his qiladi. Farzand yoshlik chog'ida ota-onasidan nimaga muhtoj bo'ladi? Juda ko'p vaqt ajratishga, juda bir katta kuch sarflashlikka, nasihatga, ko'rsatmaga, ko'p kuch sarflashlikka muhtoj bo'ladi. 24 soat bor bir sutkasiga. Bir haftasiga 168 soat bor. Mana shu 168 soatni ichida necha soat farzandlaringizga xos ajratib o'tirdingiz mashhadda? O'zingizga savol bering-da. Kishiga nima saodatni, xotirjamlikni olib keladi? Agar farzanding sen xohlagandek ulg'aygan bo'lsa, dinda bo'lsa, axloqi joyida bo'lsa, ilm, ma'rifatda bir natijaga erishgan bo'lsa, albatta inson buni ko'rib ko'zi quvonadi. Dunyoparast odamlarda bittasiga dunyoda hamma oltin kumushni olib kelib bersangiz, albatta bu quvonadi. Ammo bir musulmon ota bolasini, farzandini Alloh va payg'ambari aytganidek bo'lib ulg'ayganini ko'rganida, dunyodan chiqib ketayotgan paytda bolalarini ibodatda, taqvoda, halollikda ko'rib, uni orqasidan duo qilib turadiganlarda qolayotganligini ko'rgan paytdagi quvonchi nariga dunyoparastli quvonchi bilan taqqoslab bo'lmaydi. Nima demadinglar? Kimdir aytishi mumkin. Xo'p, bu yaxshi gaplar. Nima qilish kerak endi? Agar haqiqatan biz farzandlarimiz bizni vujudimizda davomchilari bo'lishini xohlasak, chindan ham orqamizda duo qilib qolishini xohlasak, birodarlar, yengni shimalaylik. Chunki rosmona mehnat qilish kerak buning uchun va uzoq mehnat qilishlik kerak buning uchun. Chunki biz so'rayotgan narsa katta narsa. Biz ulug' narsani so'rayapmiz. Farzand tarbiyasini mukofoti faqat oxiratga olib qo'ymadi Alloh taolo. Dunyoda o'zida ham olasan mukofotini, oxiratda ham olasan. Endi farzand tarbiyasini tashab qo'ydingmi? Tarbiya bermadingmi? Buni jazosini dunyoda ham olasan, oxiratda ham olasan. Farzand Alloh taoloni inson bolasiga bergan eng ulug' ne'mati. Eng ulug' ne'mati. Allohning hadiyasi. Hadiya qilib qo'ydi. Dalil bor. Astagfiru billah va wahabna lahu ishaqa va yaqub kullan hadayna. Unga, Ibrohimga farzandlari Ishoq va Yaqubni hadiya etdik. Demak, farzand nima ekan? Allohning bergan hadiyasi ekan. Allohning hadiyasi. Qo'limizdagi eng qimmatli narsa. U biz uni otasimiz, u bizni bolamiz. Bizni rioyamizga muhtoj. Unga infoq ihson qilishimizga muhtoj. Yo'l ko'rsatishimizga muhtoj. Allohni tanitishimizga muhtoj. Ha, infoq qilyapmiz. Ammo nasihat qilmayapmiz. Allohni tanitmayapmiz.
Binobarin hech narsa qilmayapmiz. Agar Allohga tanitib nasihat qilib turib, keyin infoq qilganimizda infoqimiz to'g'ri bo'lardi. Faqat ko'chadagi ishini o'ylagan, faqat biznesini o'ylagan, faqat ko'chadagi o'zini bir hurmat e'tiborini o'ylab tinmay ko'chada yurgan ota bolalaridan beparvo bo'lishi aniq. Vaqt o'tadi, hayotidagi juda katta xatoga yo'l qo'yganini keyin biladi. Bolasini yo'qotib qo'ydi u. Bolani yo'qotib qo'ydi. Bola bir vodiyda, ota bir vodiyda. Otani g'amlari, fikrlari, tushunchalari bir tomonda, bolaniki umuman boshqa tomonda. Nimaga? Chunki dunyo qarashi shakllanadigan paytda sen bozorda yurgansan, guzarda yurgansan, safarda yurgansan, tarbiyasiga qaramagansan. Agar bolalaringni tarbiyasidan oshsa birodar safarga chiq. Vaqting. Agar bolalarni tarbiyasidan vaqting oshsa tijoratga bor. Chunki bu rizq Alloh taolo senga kafillab qo'ygan narsa. Albatta bu mavzu birodarlar juda ham uzoq vaqtni talab qiladi. Mana sizlarga aytdim, yana takrorlayman. Har juma qoldirmay kelinglar. Chunki bu juma ikkita narsani o'rganib ketdik, misol. Borib bir hafta ichida shuni yo'q qiling uyda, tugatish ikkita muammo. Keyingi darsni ikkita narsani olib ketasiz. Toki mana shu darslar tugashlik asnosida oiladagi o'zgarishlarni ko'raylik. Wa'mur ahlaka bis-solati wastabir 'alayha. Deydi Alloh azza va jalla. Ahlingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham chidamli bo'ling. Farz akalar. Alloh taolo Qur'onda ochiq, sarih oyatda buyuryapti. Oilangni namozga buyur va o'zing ham chidamli bo'l. Ertaman turadi ota. Molga qaraydi, qo'yga qaraydi, tovuqqa donni tashlaydi, mashqqa chiqib ketaveradi. Bo'zi uyda uxlayapti. Narigilarda foydasi naqda. Agar bir kun yemasa rejim buziladi, semirishi orqada qoladi, foydadan qoladi. Bu-chi bu. Bu-chi. Agar sen Allohni tanitganingda, sen qaramas eding shu bolga, qo'yga. Nima qilar edi? Bu bolang turib tahoratingga suv olib kelib qo'yib qo'yar edi. Chunki jannatimning bitta eshigi bu otam. Ertaman turib qaraganda suv sovuq suv istamasin, ertaman qiylanmasin deb turib eshikda turar edi. Agar shuni tarbiya qilganingda. Qo'y, bo'pti uxlaversin. Qo'y. Ahlingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham chidamli bo'ling. Bunga buyurilgan. Odamlar bor, 5 mahal namozga masjidga qatnaydi. 5 mahal namozda nafllar o'qidi, qiyomul layl o'qidi, ammo bolalari benamoz. Agar uyda o'qishga to'g'ri kelsa, to'g'ri orqamga deng. Agar masjidga tushsa, yur orqamdan deng. Sen bor molga qara deb chiqib ketavermasdan. Kim o'rgatdi uni mana shu benamozlikka? Aytinglarchi. Biz o'zimiz o'rgatdik. Chunki yelkamizda qanaqa mas'uliyat borligini bilmas ekanmiz. Alloh sizga namoz o'qi deb buyurdi, farzmi? Farz, bajaryapsiz. Oilangni namozga buyur dedi. Bu ham farzmi? Buni bajaryapsizmi? Qarang. Mo'min kishi o'zini va oila a'zolarini jahannamdan qutqarishlikka buyurilgan. Alloh buyurgan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Ey mo'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini, odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangiz. O'zingni saqla, oilangni saqla. Agar o'zing namoz o'qib jahannamdan o'zingni saqlagan bo'lsang, ammo oilangni saqlamagan bo'lsang, namozga buyurmagan bo'lsang, sen gunohkorsan. Alloh taolo faqat o'zingni saqla demadi, va ahlikum dedi. Oilalarni ham dedi. Bugundan boshlab borib birinchi sizlarga dars, namoz o'qimayotgan bolalarni, qizlarimizni aytaylik, "Ey, men o'zim o'qiganim bilan agar senlar o'qimasang men gunohkor bo'laman ekan. Bugundan boshlab namozni qoldirma" deylar. Birinchi oladigan uy vazifamiz shu bo'lsin. Birodarlar, birinchi narsa namozga beparvo bo'lgan ayolimizmi, o'g'limizmi, qizimizmi bu narsaga nima qilaylik? Targ'ib qilaylik ularni.
Har bitta inson qiyomat kunida o'zi uchun javob beradi, farzandi uchun javob beradi. Farzandlar tarbiyasi qanchalar muhim narsa ekanligini siz bilan bizga mana oyatlar dalilni ko'rsatdi. Mana endi payg'ambarimizdan dalil. Qala Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Var-rajulu ra'in fi ahlihi va huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Sizlarning har biringiz boshliqsiz. Har biringiz o'z ra'iyat haqida mas'ulsiz. Erkak kishi o'zini uyida boshliq va ular haqida qiyomatda mas'ul bo'ladi. Ularga buyurmaganligi uchun, ular qilmaganligi uchun siz gunohkor bo'lasiz. Asarlarda keltiriladi, bir farzand jahannamga kiradigan bo'ldi. Alloh taolo uni jahannamga olib kelinglar deb hukm qildi. Hali farzand dod deb turib oldi. Men kirmayman dedi. Otam kirmaguncha kirmayman dedi. Chunki meni mana shu ahvolga tushishimga otam sabab bo'lgan. Avval otam kirsin, keyin men kiraman dedi. Benamozida namoz o'qi demagan, gunoh ma'siyat qilgan, qaytarmagan, yoshligidan ta'lim-tarbiya bermagan, bolasini shunday bo'lishligiga, ablah bo'lishiga kim sabab bo'lgan? Ota sabab bo'lgan. Akalar, bu so'zni-chi eshitib qo'yish oson. Lekin bir fikr qilib ko'ring-da. Yo'qmi bolalaringiz ichida sizni jahannamga tortib qo'yadigani? Agar bo'lsa, Alloh saqlasin, isloh qilsin. Kim buni shunaqa qilib qo'ydi? Zamon yomon bo'lib ketdi. O'zi hozir yoshlar. O'sha zamon. Ota-onalar beparvo bo'lganligi uchun shunaqa bo'lib qoldi. Maktab tarbiya qilsin deb qo'yadi. Sen o'zing bolang, seni jannat jahannamini belgilaydigan bolang, seni tarbiyasi bilan qiziqmaysan, u maktabdagilar qaysi biri ulgusin? Agar bolalar ulg'aysa, siz ko'chada yuraversangiz, bolalar uxlaganda ko'chaga chiqib ketasiz sahar. Bolalar uxlaganda kelasiz, bolalarni tanimay ham qolasiz kerak bo'lsa. Dadam kelyaptimi uyga o'zi deb so'raydi enasidan. Katta bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Yo'qotib qo'yadi bolasini. Shuning uchun farzandi bor akalarimiz, yangi turmush qurib, farzand ko'rish arafasida turgan ukalarimiz, yuragimizni tag-tagidan aytadigan so'zimiz, farzandlarni tarbiyasi uchun vaqt ajrataylik. 15 minutmi, 20 minutmi shu ovqatdan keyin hech bo'lmasa dasturxon ustida o'tirib bir 10 minut bir nasihat qilib qo'yaylik. Chunki u yelkamizdagi farz. O'zi ko'chada nima deb yuribsizlar? Shu bolalarni deb yuribsizlarmi? Qornini, jussasini, kiyimini, ustini to'g'rilab berib turib, qalbini vayron qilib qo'yamizmi? Qanday bunga ko'ramiz o'zimiz? Li an yu'addiba ar-rajulu waladahu khayrun an yatasaddaqa bi sa'in. Payg'ambarimiz aytadilar, bir so'ni, ya'ni bir so' xurmoni sadaqa qilgandan ko'ra, kishi o'zining bolasini odobli qilgani yaxshi. Pul topib pul bilan sadaqa qilganing ham yaxshi, ammo bolangga odobni ta'lim bersang, mana shu narsa bo'yiga mehnat qilib pul topgan, sarflagan pulingdan ko'ra afzalroq bo'ladi. O'z ahlini namozga buyurgan kishining rizqini Alloh azza va jalla o'zini zimmasiga olgan. Qaytaramiz. O'zini oilasini namozga buyurgan kishining rizqini Alloh azza va jalla o'zining zimmasiga olgan. Biz payg'ambarimizning sunnatini o'rganishlikka va u zot olib kelgan narsani qabul qilishlikka buyurilganmiz. Astagfirullah. Va ma ataakumur rasulu fahuzuhu va ma nahakum anhu fantahu. Payg'ambar deydi Alloh taolo, o'zi sizlarga ato etgan narsani olinglar, u zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar. Qarang, agar biz oilaviy hayotimizda Alloh azza va jallani aytganini qilib, payg'ambarimizning sunnatiga ergashsak, nima bor bizga? Alloh taolo aytayapti: "Va'mur ahlaka bis-solati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Mana bu yergi oyatning davomi. Ahlingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham chidamli bo'ling. Biz
sizdan rizq so'ramasmiz, o'zimiz sizga rizq berurmiz. Namoz o'qi, oilangni buyur, sabrli bo'l. Men sendan rizq so'ramayman banda, men beraman rizqni deyapti. Shu bolalaringiz hammasi namozga 5 mahal namozga bir mustahkam turib olsin-da, uyingizga kelayotgan rizqni barakotli bo'lganligini sezasiz. Siz 6 soatdan 8 soat ishlayapsiz. Ko'proq pul topganlarmikinman deb. Uyda bolalar benamoz, xotin benamoz. Men rizq so'ramayman deyapti Alloh. Rizqni men beraman deyapti. Ulamolar aytadi, oilasini namozga buyurgan kishining rizqini, uning oilasining rizqini Alloh taolo o'zini zimmasiga olgan. Endi domla hozir sezon bo'lib qoldi-da. Hozir bir yig'im terim yo bo'lsam shu kuzgi sezonda olib qolishimiz kerak. Bir ishimiz ko'p, mavsum kelib qoldi. Shu bolalarim deb ko'chada yuribman-u. Birodar, sen boquvchi emassan. Sen o'zing ham boqiluvchisan. Sen boquvchi emassan, sen o'zing ham aslida boqiluvchisan. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.